Agar siz eko qildirishga qaror qildingiz va qayerdan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda bizning klinikaga murojaat qilganda registraturada karta ochtirishingiz kerak va bu karta orqali biz sizdan anamniz yig'amiz va qo'lingizda hamma analizlaringizni tahlil qilamiz. Ularni ko'rib chiqqandan keyin kamchiliklariga qarab, ekoga taalluqli bo'lgan analiz ro'yxatini beramiz. Bu ro'yxatda nafaqatgina ayol, erkak kishiga ham oid bo'lgan analizlar mavjud. Bu analizlar asosan bir kunda tayyor bo'ladi va natijasi bilan kelganingizda ularni tahlil qilib, o'zgarishlarga yarasha dori-darmonlar tavsiya qilinadi va keyingi hayzingizni 2 yoki 3 kuniga albatta klinikaga qayta murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Va bu kundan boshlab biz ekoning birinchi etapi stimulyatsiyani boshlaymiz. Stimulyatsiya jarayonida qon analizi topshiriladi, estradiol va doza belgilanadi. Bu dozani belgilashda asosan sizni tuxumdan zaxirangizni oldindan aniqlaganimizga ko'ra va yoshingizga ko'ra dozasi belgilanadi. Bu ukolni asosan 8-10 kun davomida olasiz va ora-orada sizni ultratovush orqali berilgan ukoldan qanaqa follikulalar o'sayotganini kuzatib turamiz. Kuzatuv natijasida 18 mm ga yetgandan keyin oxirgi yetiltirib beradigan ukolni o'z vaqtida, soatiga mos ravishda olishingiz tavsiya qilinadi. Chunki aynan shu ukolga bog'liq holda biza yetilgan tuxum hujayra olishimizning imkoniyati bo'ladi. Ba'zi holatlarda agar inyeksiyani noto'g'ri yoki dozasini yetarsiz olib qo'ysa, eko jarayonini to'xtatishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Terib olingan tuxum hujayralarini albatta embriologimizga uzatiladi va embriologimiz mikroskop ostida sog'lom bo'lgan tuxum hujayralarini tanlab olib, turmush o'rtog'ingizni urug'i bilan urug'lantiradi. 5 kundan keyin oxirgi kunga nechta embrion qolganligi va muzlatishga yaroqliligi haqida bemorimizga ma'lumotnoma beramiz. Asosan biz ekoni samaradorligini oshirish uchun embrionlarni muzlatib qo'yib, keyingi oyga hayzlarining 2 yoki 3 kuni klinikaga kelish tavsiya qilinadi va bachadon ichki qavati endometriyasi tayyorlanib, hayz siklini taxminan 18-22 kun oralig'ida endometriy 7 mm dan oshgandan keyin kateter orqali bachadon ichiga embrion qo'yiladi. Embrion qo'yish jarayoni og'riqsiz hisoblanadi va bu jarayonda og'riqsizlantiruvchi ukollar tavsiya qilinmaydi. Natijani xudo xolasa 12 kundan keyin bemorimizdan HGC analizi orqali bilib olamiz. Mana endi embrionimizni qo'yganimizga 12 kun o'tdi va bemorimiz HGC analizlari bilan keldilar. Alhamdulillah homiladorlar va sizga ham bunday natijani tilab qolamiz.